Bugun men sizga juda muhim ogohlantirish bermoqchiman. Telefoningizga kelayotgan bitta qo'ng'iroq, bitta SMS yoki Telegramdagi bitta havola sizning kartangizdagi pulni, shaxsiy ma'lumotlaringizni va hatto nomingizga kredit rasmiylashtirish imkoniyatini firibgarlar qo'lga topshirib qo'yishi mumkin. Bu ma'lumot faqat keksalar yoki internetni yaxshi bilmaydigan odamlarga tegishli emas. Bu hammani. Men va sizni, ota-onamizni, farzandlarimizni, tadbirkorlarni, ishchilarni, talabalarni, uy bekalarini birdek xavf ostiga qo'yadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ogohlantirishni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p odam o'z pulini saqlab qoladi. Oldin firibgarlik ko'proq oddiy usulda bo'lardi. Kimdir ko'chada aldardi, soxta hujjat ko'rsatardi. Qarz olib qaytarmasdan yoki bozorda sifatsiz mahsulotni qimmatga sotardi. Odam aldanganini ko'pincha yuzma-yuz holatda tushunardi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Firibgar sizning uyingizga kelmaydi, siz bilan uchrashmaydi. Hatto ovozini ham o'zgartirib gapirishi mumkin. U sizning telefoningiz, internet banking ilovangiz, Telegram profilingiz, SMS kodlaringiz va ishonchingiz orqali harakat qiladi. Eng xavfli tomoni shundaki, zamonaviy firibgarlar oddiy yolg'on gapirmaydi. Ular psixologiyani ishlatadi. Ular sizni shoshiltiradi, qo'rqitadi, uyaltiradi yoki juda katta foyda va'da qiladi. Masalan, kartangizdan pul yechilmoqda. Nomingizga kredit olinmoqda. Jarima to'lashingiz kerak. Yutuq yutdingiz, posilkangiz bojxonada turibdi, hisobingiz bloklandi degan gaplar bilan odamni vahimaga soladi. Odam qo'rqib qolgan paytda esa eng muhim qoidadan unutadi. Hech kimga SMS kod, karta raqami, amal qilish muddati, CVV kod, pasport ma'lumoti va ilovaga kirish parolini bermaslik kerak. Men bu mavzuni shunchaki umumiy maslahat sifatida emas, aniq xavf sifatida tushuntiryapman. Chunki oxirgi yillarda firibgarlar juda tez moslashdi. Ilgari ular qo'pol xatolar bilan yozardi, hatto imlo xatolari ko'p bo'lardi. Telefon raqamlari shubhali ko'rinardi. Hozir esa ular bank logotipidan foydalanadi. Rasmiy tashkilotga o'xshagan sayt ochadi. Operator kabi gapiradi. Hatto sizning ismingizni, yashash hududingizni, qaysi bank kartasidan foydalanishingizni taxminan bilishi mumkin. Bu ma'lumotlar turli ochiq manbalar, eski bazalar, e'lon saytlari, yetkazib berish xizmatlari yoki beparvolik bilan ulashilgan ma'lumotlardan yig'iladi. Avvalo, kimlar ko'proq xavf ostida ekanini tushunib olaylik. Birinchi guruh, bank kartasidan faol foydalanadigan odamlar. Agar siz ish haq kartasiga pul olsangiz, onlayn xarid qilsangiz, mobil ilova orqali pul o'tkazsangiz, siz nishondasiz. Firibgarlar aynan pul harakati bor joyni qidiradi. Masalan, odamning kartasida 300 ming so'm bo'lsa ham, ular uchun bu pul 3 million bo'lsa, yanada qiziq. 3 million bo'lsa, ular siz bilan bir necha soat gaplashishga ham tayyor bo'ladi. Ikkinchi guruh, e'lon saytlariga mahsulot qo'yadigan odamlar. Masalan, kimdir telefonni 2 million so'mga sotmoqchi bo'ladi. Firibgar xaridor bo'lib yozadi. Men olaman, pulni hozir yuboraman. Mana havola orqali yetkazib berishni tasdiqlang deydi. Siz havolaga kirasiz, karta ma'lumotini kiritasiz, go'yoki pul qabul qilmoqchi bo'lasiz. Aslida esa siz pul qabul qilmayapsiz. Kartangizdan pul yechishga ruxsat beryapsiz. Shu yerda ko'p odam adashadi. Pul olish uchun karta CVV kodi yoki SMS tasdiqlash kodi kerak bo'lmaydi. Pul o'tkazish uchun esa tasdiqlash kerak bo'ladi. Demak, agar kimdir pul yuborishim uchun SMS kodni ayting desa, bu firibgarlik. Uchinchi guruh, ish qidirayotganlar. Firibgarlar uyda o'tirib kuniga 300 ming so'm topasiz. Faqat Telegramda buyurtma qabul qilasiz. Oldindan 70 ming so'm to'lov qiling, keyin ish boshlaysiz kabi takliflar beradi. Odam ish izlayotgan paytda ruhiy jihatdan zaifroq bo'ladi. Tezroq daromad topishni xohlaydi. Shu sababli soxta vakansiya juda xavfli. Haqiqiy ish beruvchi sizdan ish boshlash uchun karta paroli, SMS kod yoki oldindan aktivatsiya puli talab qilmaydi. Agar ish beruvchi pul so'rasa, ayniqsa noma'lum plastik kartaga o'tkazishni aytsa, ehtiyot bo'ling. 4-guruh katta yoshdagi insonlar. Ular ko'pincha bank xavfsizlik xizmati, prokuratura, ichki ishlar, operator degan so'zlarga ishonib qoladi. Firibgar qo'ng'iroq qilib, sizning nomingizga kredit olinmoqda. Uni to'xtatish uchun kartangizdagi pulni xavfsiz hisobga o'tkazing deydi. Odam qo'rqib, bankka bormasdan, yaqinlarga aytmasdan pulni o'tkazib yuboradi. Men aniq aytaman. Bank xodimi hech qachon sizdan kartadagi pulni boshqa hisobga o'tkazishni talab qilmaydi.
Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi ham telefon orqali sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Endi kimlar kamroq xavf ostida? Lekin baribir ehtiyot bo'lish kerak. Agar sizda karta bo'lmasa, mobil banking ishlatmasangiz, internetda kam bo'lsangiz xavf kamayadi, lekin nolga tushmaydi. Chunki sizning pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz yoki yaqinlaringiz orqali ham firibgarlik qilinishi mumkin. Masalan, Telegramda sizning tanishingizning akkaunti buziladi va u sizga tezda 500 ming so'm yuborib tur, kechqurun qaytaraman deb yozadi. Siz tanishingiz deb o'ylaysiz, aslida esa firibgar yozayotgan bo'ladi. Shuning uchun pul yuborishdan oldin albatta telefon qilib ovozini eshiting. Hozir gaplasha olmayman desa, yanada shubhalaning. Real hayotiy misol keltiraman. Bir odam mashinasini sotish uchun e'lon joylaydi. Narxi 20 million so'm. Unga xaridor chiqadi va men boshqa viloyatdaman, avans tashlab qo'yaman, e'lonni olib tashlang deydi. Keyin bankdan tasdiqlash kodi keladi. Ayting. Shunda pul tushadi deydi. Odam kodni aytadi. Natijada kartasidagi 80 million so'm yechib olinadi. Nega? Chunki kod pul tushirish uchun emas, pul yechish yoki ilovaga kirish uchun ishlatilgan. Bu yerda zarar faqat 8 million so'm emas. Odamning ishonchi sinadi, vaqt ketadi, bank va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Yana bir misol. Ayol kishi ijtimoiy tarmoqda davlatdan yordam puli berilmoqda degan reklamani ko'radi. Havolaga kiradi, ismi, telefon raqami, karta ma'lumotlari va SMS kodini kiritadi. U ultim ming so'm yordam olaman deb o'ylaydi. Aslida kartasidan 2 million 4 ming so'm yechiladi. Firibgarlar aynan ehtiyojmand odamlarni nishonga oladi, chunki yordam puli, subsidiya, kompensatsiya, imtiyoz degan so'zlar odamni tez ishontiradi. Rasmiy yordamlar hech qachon noma'lum havola orqali karta CVV kodini kiritish bilan berilmaydi. Yana bir xavf, soxta bank ilovalari. Ba'zan Telegramda yoki reklamada ilovani yangilang, yangi bonus oling. Cashback faollashtiring degan havola keladi. Siz fayl yuklab olasiz. Bu fayl telefoningizga zararli dastur o'rnatishi mumkin. U SMS'larni ko'rishi, bildirishnomalarini o'qishi, ba'zi hollarda ilovalarga kirishga urinishlarini kuzatishi mumkin. Shuning uchun ilovalarni faqat rasmiy do'konlardan yuklash kerak. Android uchun Play Market, iPhone uchun App Store. Bank ilovasini Telegramdan yuborilgan fayl orqali o'rnatish juda katta xato. Bu yerda bir narsani to'g'ri tushunish kerak. Har bir qo'ng'iroq firibgarlik emas, har bir SMS xavfli emas, har bir havola yolg'on emas. Lekin siz qo'ydani bilsangiz, xavfni ajrata olasiz. Masalan, bank haqiqatan ham sizga SMS yuborishi mumkin. Lekin bank sizdan SMS kodini telefon orqali aytishni so'ramaydi. Bank xodimi kartangiz bloklanganini aytishi mumkin. Lekin kartangizni xavfsiz hisobga bo'shatishni talab qilmaydi. Yetkazib berish xizmati sizga xabar yuborishi mumkin, lekin karta parolingizni so'ramaydi. Ba'zi odamlar mening kartamda pul yo'q, mendan nima olishadi deb o'ylaydi. Bu ham xavfli fikr. Kartada hozir pul bo'lmasa ham ertaga ish haqi tushishi mumkin. Bundan tashqari firibgar sizning mobil bankingizga kirsa, boshqa kartalaringizni ko'rishi, omonatni yechishga urinishi, kredit takliflarini faollashtirishi yoki kontaktlaringizdan foydalanishi mumkin. Ba'zi ilovalarda qarz yoki mikroqarz olish jarayoni juda tez bo'ladi. Shuning uchun pul yo'q degani xavf yo'q degani emas. Yana bir nozik jihat, firibgarlar ko'pincha sizga vaqt bermaydi. Hozir aytmasangiz pul ketadi. 5 daqiqa ichida tasdiqlamasangiz hisob yopiladi. Telefonni qo'ymang. Aks holda ariza bekor bo'ladi deyishadi. Aslida halol tashkilot sizni shoshiltirib, qo'rqitib maxfiy ma'lumot so'ramaydi. Agar sizga bosim qilinsa, bu eng katta signal. Men har doim shunday deyman. Moliyaviy qarorni vahima ichida qabul qilmaslik kerak. Telefonni qo'ying, 5 daqiqa tinchlaning, rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Ko'pchilik yana ular mening ismimni aytdi, demak haqiqiy xodim deb ishonadi. Yo'q. Ism, telefon raqami, hatto tug'ilgan sana ham bugun maxfiylik darajasi past bo'lgan ma'lumotga aylangan. Siz e'lon bergansiz, ro'yxatdan o'tgansiz, yetkazib berish xizmatidan foydalangansiz, biror anketa to'ldirgansiz. Shu orqali ma'lumotlar tarqalgan bo'lishi mumkin. Haqiqiylikni ism bilan emas, rasmiy kanal bilan tekshirish kerak. Yana bir murakkab holat, yaqin odamning ovoziga o'xshatib qo'ng'iroq qilish yoki xabar yozish. Hozir sun'iy intellekt va ovozni o'xshatish texnologiyalari rivojlanmoqda. Har bir holatda bunday usul ishlatiladi demayman, lekin xavf bor. Agar kimdir men avariyaga tushdim, tez pul kerak, hech kimga aytma desa,
Avvalo boshqa raqamdan o'sha odamga qo'ng'iroq qiling. Agar javob bermasa, uning yaqinlariga aloqaga chiqing. Sir saqlashni talab qilish firibgarlarning odatiy usuli. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Telefoningizdagi bank ilovalariga kuchli parol qo'ying. Tug'ilgan yil 1111, 1234 telefon raqamingizning oxiri kabi parollarni ishlatmang. Agar ilova barmoq izi yoki Face ID bilan himoyalansa, uni yo'qing. Telefoning o'ziga ham ekran qulfi qo'ying. Chunki telefoningiz yo'qolsa, karta xavfsizligi ham xavf ostida qoladi. Ikkinchi qadam, hech kimga SMS kod aytmang. Bu qoidani oilangizdagi hamma odamga tushuntiring. Ota-onangizga, turmush o'rtog'ingizga, farzandingizga, aka-ukangizga ayting. SMS kodni bank ham, operator ham, davlat xodimi ham so'ramaydi. Hatto qo'ng'iroq qilgan odam o'zini juda ishonchli tutsa ham kod aytilmaydi. Kod bu kalit. Kalitni bergan odam eshikni o'zi ochib bergan bo'ladi. Uchinchi qadam, havolani tekshiring. Rasmiy sayt manzili bir qarashda o'xshash bo'lishi mumkin, lekin bitta harf boshqacha bo'ladi. Masalan, bank nomiga qo'shimcha so'z qo'shiladi. Nuqta o'rniga chiziq ishlatiladi. Oxirida g'alati domen bo'ladi. Siz havola orqali kirgandan ko'ra, kerakli tashkilot nomini brauzerga o'zingiz yozing yoki rasmiy ilovadan foydalaning. Telegram, Instagram, SMS orqali kelgan havolaga karta ma'lumotini kiritmang. 4-qadam, kartangiz uchun limit o'rnating. Ko'p bank ilovalarida internet to'lovlari, naqd yechish, pul o'tkazish bo'yicha kunlik limit qo'yish mumkin. Masalan, kartangizda 1 million so'm tursa, kunlik internet to'lovi limitini 500 ming so'm qilib qo'ying. Katta to'lov kerak bo'lsa, o'zingiz vaqtincha oshirasiz. Bu firibgar kirib qolgan taqdirda ham zararni kamaytiradi. 5-qadam, asosiy pulni bitta kartada saqlamang. Kundalik xarajat uchun alohida karta ishlating. Katta summani esa omonat. Alohida hisob yo'q kam ishlatiladigan kartada saqlang. Masalan, oylik tushadigan kartada hamma pulni ushlab turmasdan, xarajat uchun kerakli qismini qoldiring. Bu oddiy moliyaviy gigiyena. Agar kundalik karta ma'lumoti tarqalib qolsa, butun jamg'arma xavf ostida qolmaydi. 6-qadam, shubhali holatda darhol bankka murojaat qiling. Agar SMS kodni aytib yuborgan bo'lsangiz, havolaga karta ma'lumotini kiritgan bo'lsangiz yoki kartadan notanish yechim ko'rsangiz, vaqt yo'qotmang. Bank ilovasidan kartani bloklang. Ilova ishlamasa, bankning rasmiy qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling. Raqamni Google reklamadan emas, kartaning orqa tomonidan, rasmiy saytdan yoki ilovaning o'zidan oling. Banka mening kartam bo'yicha ruxsatsiz operatsiya bo'ldi. Kartani bloklashni va ariza qabul qilishni so'rayman deb aniq ayting. 7-qadam, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza bering. Arizada voqea sanasi, qo'ng'iroq qilgan raqam, yozishmalar, havola, pul yechilgan summa. Karta raqamingizning oxirgi 4 raqami, bank nomi, tranzaksiya vaqti kabi ma'lumotlarni yozing. Screenshotlarni saqlang. Telegram yozishmasini o'chirib yubormang. SMSlarni saqlang. Bankdan operatsiya bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Qancha tez va aniq hujjat topshirsangiz, tekshiruv uchun shuncha yaxshi bo'ladi. 8-qadam, yaqinlaringizni ogohlantiring. Men ko'p ko'rgan holat shuki, odam o'zi biladi, lekin ota-onasiga tushuntirmaydi. Keyin aynan ota yoki ona aldanadi. Ularga murakkab texnik so'zlar bilan emas, oddiy misol bilan tushuntiring. Kim qo'ng'iroq qilsa ham SMS kod aytilmaydi. Kim pul so'rasa, avval menga qo'ng'iroq qiling. Kim havola yuborsa, karta kiritmang. Shu 3 ta qoida ko'p holatda pulni saqlab qoladi. 9-qadam, Telegram va ijtimoiy tarmoqlarda 2 bosqichli himoyani yoqing. Telegram sozlamalariga kirib, maxfiylik va xavfsizlik bo'limidan qo'shimcha parol o'rnating. Chunki Telegram akkauntingiz buzilsa, firibgar sizning nomingizdan qarindoshlaringizga, do'stlaringizga, hamkasblaringizga pul so'rab yozadi. Bu nafaqat sizga, balki atrofingizdagilarga ham zarar keltiradi. 10-qadam, shubhali reklamalarga ishonmang. Bir kunda bo'yib keting. Karta orqali bonus oling. Davlatdan pul ajratildi. Bank mijozlariga maxsus sovg'a kabi reklamalarda ehtiyot bo'ling. Haqiqiy aksiya bo'lsa, u rasmiy ilovada yoki rasmiy saytda ko'rinadi. Noma'lum sahifada minglab izoh bo'lishi ham ishonch belgisi emas. Chunki izohlarni sotib olish yoki soxtalashtirish mumkin. Men yana bir muhim narsani aytaman. Aldangan odamni ayblash kerak emas. Firibgarlar aynan odamni qo'rquvi, ishonchi shoshqaloqligi va moliyaviy ehtiyojdan foydalanadi. Lekin aldanganini yashirish ham xato. Odam uyalgani uchun kech murojaat qiladi. Kech murojaat qilgani uchun pulni qaytarish imkoniyati kamayadi. Agar xato qilgan bo'lsangiz,
darhol harakat qiling. Kartani bloklang, bankka yozing, ariza bering, yaqinlaringizni ogohlantiring. Bugungi asosiy fikr bitta. Pulingizni himoya qilish uchun eng kuchli gurol hushyorlik. SMS kodini hech kimga aytmang. Karta ma'lumotini noma'lum havolaga kiritmang. Qo'ng'iroq qilgan odam sizni shoshiltirsa, telefonni qo'ying va rasmiy manba orqali tekshiring. Firibgarlar har kuni yangi usul o'ylab topadi, lekin ularning asosiy maqsadi o'zgarmaydi. Sizni qo'rqitish, shoshiltirish va maxfiy ma'lumotni olish. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizga ham shubhali qo'ng'iroq yoki xabar kelganmi? Qanday holat bo'lgan? Like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Balki aynan shu ogohlantirish kimningdir kartasidagi pulni, asabini va vaqtini saqlab qolar.